Yer yuzidagi eng ulkan jonzot ko'k kit o'lganda nima bo'ladi? U o'z o'limini sezganida uydan yuzlab kilometr uzoqlashib qolgan oxirgi kuchi bilan dengizning eng chuqur tubiga sho'ng'iydi. Bu hodisa Whale Fell kit qulashi deb ataladi. Avvalgi akulalar va boshqa yirtqichlar uning go'shtidan kunlab oziqlanadi. So'ng mayda chuvalchanglar va zombi chuvalchanglar kelib, suyaklarigacha yemirib, ichidagi yog' va oqsillarni bo'shatadi. Bu moddalar bilan bakteriyalar va o'simliklar oziqlanadi. Bir dona kit jasadi o'nlab turlar va minglab jonzotlarga qariyb 100 yil hayot beradi. Kit o'lganda ham hayot davom etadi. Hech narsa zoye ketmaydi. Tabiatda hamma narsa ma'noli, bekorga emas. Agar hayotingizni har kuni 1% ga yaxshilamoqchi bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'ling.